Ustozimiz Olovuddin Mansur hazratlari mana rahmatli deyapmiz birodarlar, o'tib ketdi ustozlar. Bir uyda o'tirganimizda chiroyli gapni aytgan edi. Endi bunga bir 7 yillar bo'lib qoldimi, qanaqadir. 7 yildan ko'proq vaqt bo'ldi-da. Mana shu jamoatlar haqida so'raganimizda islom uchun harakat qilayotgan jamoalar. Lekin ularga bir a'zo bo'lib, ularda bir mo'tchasi bo'lishlik to'g'ri emas. Islom hovlisiga qurilgan kapalar deb ta'rif bergan edi. Mana shu jamoalar biz birontasini atini aytmayapmiz, ta'na ma'lumot qilmayapmiz. Faqat o'sha yurtimizdagi eng zabardast ulamolardan bittasini so'zini aytyapmizki, bizga aytgan edi. Bu jamoalar islomiy jamoalar, islom deb harakat qilayotgan, bir narsa demaymiz. Islom hovlisiga tikilgan kapalar degan edi. Ya'ni mana masjidni, mana shu xonamizni islom hovlisi desak, menga bittasi kapa tikib, kapasini ichiga chaqiryapti. Menga kelsang islom haqiqiysi ma'da deyapti. Masjid shu yer deyapti. O'ga bittasi kapa tikib olgan, masjid shu yer deyapti. O'zi hammasi masjidda. Jamoatlar Alloh niyatiga yarasha ajrini bersin hammasini islom hovlisiga qurilgan kapalar degan edi. Demak, tatarruf, haddidan oshishlik, g'ulu ketishlikni sabablarining birinchisi o'zini fikriga yopishi, mutasib bo'lib olish. Yana bitta sababi shaxsiyat, guruh va jamoatlar atrofida jamlanib olishlik. Pritomchi akalar. Mana 20-asrga kelib turib bu jamoatlar atlar bilan chiqishni boshladi. Aytinglar, 80 yil, 90 yil bo'lgan bo'lsa, birinchi paydo bo'lgan ekan. Undan avval islom bormidi? Undan avval islom bormidi? Ha, rahmat. Rahmat. Bor-da. Demak, bularda bittasiga a'zo bo'lmasdan yurgan odamlar musulmon bo'lar ekanmi? Ma'qulmi? Bu da'vat deydi, sen oting tug'ilmasdan avvalan bor edi deydi. Islom siz ota-dadingiz tug'ilmasdan avvalan bor edi. Degan aqli yetmaydi. Men mana shu jamoatga kirmasam ham jannatga kirishim mumkinmi? Mumkin. Bo'pti, meni tinch qo'yinglar, o'zimga holimga qo'yinglar. Undan tashqari o'sha jamoatga a'zo bo'ldingiz, avtomatik biz va ular degan narsa kirib qoladi ma'tiylarga. Tuzingmi? Bitta jamoatga kirdingizmi, boshqalarga avtomatik biz va ular deb qaraysiz. Mana shu musibat. Mana shu musibat. Ikkita jamoa futbol o'ynayapti. Hech qaysini tanimaysiz. Siz chiroyli futbolni ko'rib ketaverasiz, chunki xolissiz. Ammo buni qarasiz, zaminda siz jiyaningiz o'tiribdi. Qaysi tomonga moyil bo'lib qoladi qalbingiz? Xolislik qoladimi? O'shuning uchun bu jamoatga a'zo bo'lgan odamlar xolismiz demanglar. Shu gaplarni tekshiringlar. Shular bilan yurganda xolis bo'ladi, sizni birodar aka-uka deydi. Shulardan chiqib keting, neni ko'rasiz xolisligini.